Assalomu alaykum yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Mana bugun 22 aprel holatiga Uzumchi mahallasida qo'shnimizni Mirodil uyida o'tgan yili yangi ko'chatlar olib kelib eski bog'ning ichiga ekkan edi. Shuni hozir ko'chada gaplashib turib shu to'g'rida gap bo'lib qoldi. Mana shu ma'lumotlarni bermoqchi bo'lib shuni hovlisiga kirdik. Mana shu Mirodil mana shu turgan ko'chatni o'tgan yili ekkan edi. Mana bu yilgi holatida 5-6 tadan pindik qilib qo'yib tokda mana shu yarim metr surgan holati. Shunaqa qilib bir bog'larni remont qilmoqchi bo'lib ekkan ekan. Mana shu ham o'sha o'tgan yili ekilgan ko'chat tokka qo'ygan edi. Kaltagini mana bu o'rnashib shuna holatda ko'klayapti. Shunga bu rezultatidan shu dehqonlarimizga xabar bermoqchi bo'lib, mana hozir mana shu ham mana o'tgan yili baland tokka qo'ygan 2 metrli tokka qo'ygan. Mana bu yil chiqib o'sha yerda kaltaklarni qo'ygan. Mana 5-6 tadan pindikni ko'klab bemalol o'stiryapti. Shunaqa rezultatlar Xudo xolasa berib turibdi. O'g'itlarimiz mana eski xo'jaliklardagi natijasi. Xudo xolasa shunaqa holatlardagi remont bo'layotgan bog'larga tavsiya qilamiz. Shuni sizlarga ham baham ko'rib tanishtirmoqchi bo'ldik. Rahmat hammalaring uchun, e'tiborlaring uchun.